O'zbekistonga xitoyliklar ko'chib kelishi ko'paymoqda. O'zbekistonda nima kuchayyapti? O'zbekistonda shu Xitoy kuchayyapti deydi-ku. Xitoyliklar O'zbekistonga kirib kelishyapti emas, ular kirib kelib bo'lishdi. Toshkent shahri xaritasini shunday olibdi o'zingiz uchun. Qaysi joylar Xitoy sotib olgan yoki sotib olish arafasida turganlarni qizil bilan belgilab chiqing. Zamon o'tadi, baribir bizlarni qilgan ishlarimizni davomchisi bo'lmish. Mana shunday yigitlar, shunday navqiron yigitlarni ko'rib va shunday qizlarni tarbiyasini bugun hammamiz ham qatnashib, bunday go'zal yurtda yashash, shunday yoshlarni ertangi kunini o'ylab, mana shunday baxtli bo'lishga aytaylik, kim bizga xalaqit beradi? Mana shu osmon, mana shunday yorug' osmon, mana shunday yigitlar, mana shunday qizlar, mana shunday qariyalar. Bu zamonni kim bir vaqtlar havas qilgan edi? Xalqimiz havas qilgan.